Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda muhim bir masalani muhokama qilamiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida. Ayniqsa, agar siz 2024 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot siz uchun ayniqsa dolzarb. Ko'pchiligingiz pensiya miqdoridan norozi bo'lishingiz, kunlik xarajatlarni qoplashda qiyinchiliklarga duch kelayotganingizni bilaman. Mana shu muammolarga yechim topish maqsadida hukumat tomonidan kiritilgan 4 oylik pensiya oshirish dasturi haqida batafsil gaplashamiz. Bu nafaqat sizning bugungi kuningiz, balki ertangi kuningiz uchun ham juda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Keling avvalo bu tizim qanday bo'lgani va hozir nimalar o'zgargani haqida gaplashsak. Ilgari pensiya miqdorini oshirish asosan har yili davlat budjeti qabul qilinganida belgilangan tartibda, odatda 1 yoki 2 marta amalga oshirilardi. Bu o'zgarishlar ko'pincha umumiy inflyatsiya darajasini qisman qoplashga xizmat qilardi. Masalan, yiliga 1 marta yanvar oyidan boshlab barcha pensiyalar belgilangan foizda indeksatsiya qilinar edi. Agar yil davomida inflyatsiya keskin oshib ketsa, pensiya miqdori va real xarid qobiliyati o'rtasidagi tafovut sezilarli darajada kengayar edi. Bu esa pensionerlarning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ko'pincha kutilayotgan narx o'sishlari, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat mahsulotlari narxi pensiya oshishidan oldinroq sodir bo'lib, moliyaviy bosimni kuchaytirar edi. Hukumatning bu boradagi harakatlari ko'pincha umumiy iqtisodiy vaziyatga bog'liq bo'lib, ba'zan esa aholining eng himoyaga muhtoj qatlamlari ehtiyojlarini to'liq qamrab ololmas edi. Eng muhimi, oshirishlar asosan yagona tamoyil asosida, ya'ni barcha pensiyalarga 1 foizda qo'llanilardi. Bu esa ko'p yillar davomida vijdonan mehnat qilgan, katta ish stajiga ega bo'lganlar yoki minimal pensiya oluvchilar o'rtasidagi farqlarni inobatga olmasdi. Qisqasi, eski tizim ko'proq umumiy va kamroq individual ehtiyojlarga yo'naltirilgan edi. Endi esa 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan fuqarolarimiz uchun vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Vazirlar Mahkamasining yangi qaroriga binoan endi pensiya ta'minotiga nisbatan yondashuv sezilarli darajada takomillashtirildi. Ushbu qaror nafaqat inflyatsiyani qoplashga, balki pensionerlarning turmush sifatini muntazam ravishda yaxshilashga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, endilikda pensiya miqdori yiliga 4 marta, har chorakda, ya'ni har 3 oyda 1 marta di qarib oshiriladi. Bu nafaqat umumiy indeksatsiyani, balki muayyan ijtimoiy guruhlarga qaratilgan maxsus qo'shimcha to'lovlarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni endi siz 1 yil ichida pensiyangizning miqdoriga tanbabakta inga ittatatta oshkoralashlar tatbiq etilishini kutishingiz mumkin. Bu mexanizma mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, aholi daromadlarining o'sishi va inflyatsiya darajasining o'zgarishlarini tezkorlik bilan inobatga olish imkonini beradi. Bundan tashqari bu yangi tizim pensiyaning real xarid qobiliyatini saqlab qolish va hatto oshirishga yordam beradi. Keling, endi ushbu 4 oylik oshirish nima ekanligini, kimlarga tegishli ekanligini va kimlar tashvishlanishi shart emasligini batafsil qo'yib chiqaylik. Bu erda biz to'rtta asosiy turdagi oshirishni nazarda tutyapmiz. Ular har xorakda, ya'ni har 3 oyda 1 marta amalga oshiriladi va sizning oylik pensiyangizga ta'sir qiladi. Birinchi oshirish umumiy indeksatsiya. Bu eng keng tarqalgan va hammaga tanish bo'lgan oshirish turi. U mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va ish haqi o'sish sur'atlariga asoslanadi. Har chorakda iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan iste'mol narxlari indeksi va o'rtacha ish haqi dinamikasi tahlil qilinadi. Shunga ko'ra pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlar asosida barcha turdagi pensiyalarni belgilangan foizda avtomatik ravishda oshiradi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi va sizdan hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Oyshabuvi 2008 yilda pensiyaga chiqqan. Uning oylik pensiyasi hozirda 1,800,000 so'm. Joriy yilning birinchi choragida, masalan, yanvar-mart oylari uchun mamlakatda inflyatsiya darajasi 10%ni, o'rtacha ish haqi o'sishi esa 5%ni tashkil etdi.
Shunga qora hukumat pensiyalarni 4% ga indeksatsiya qilish to'g'risida qaror qildi. Bu degani Oysha buvining pensiyasi wada 800 so'm 4% barcha hidan so'mga oshadi. Natijada aprel oyidan boshlab uning pensiyasi 407 so'm bo'ladi. Bu oshirish har chorakda takrorlanadi va yil oxirigacha umumiy pensiya miqdori bir necha bosqichda sezilarli darajada o'sishi mumkin. Bu universal mexanizm bo'lib 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan har bir fuqaroga uning pensiya turidan qat'i nazar tegishli. Ikkinchi oshirish, minimal pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarni maqsadli ko'paytirish. Bu oshirish turi asosan minimal pensiya oluvchilar yoki o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga qaratilgan. Har chorakda davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, mazkur toifadagi fuqarolar pensiya va nafaqalarini qo'shimcha ravishda oshirish mexanizmini ishga tushiradi. Bu umumiy indeksatsiyadan tashqari amalga oshiriladigan qo'shimcha ko'makdir. Misol, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yashovchi 60 yoshli Abbos Amaki 2005 yilda nogironligi tufayli pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi shu paytgacha minimal miqdor bo'lib 980 so'mni tashkil etgan. Umumiy indeksatsiya bo'yicha uning pensiyasi ham 4% ga oshib anbotdan nice to so'm bo'ldi. Biroq yangi qarorga ko'ra minimal pensiya oluvchilar uchun har chorakda qo'shimcha 5% miqdorida maqsadli oshirish belgilangan. Bu degani Abbos Amakining pensiyasi yana 9 kemas yar so'm %10 so'mga qo'shimcha ravishda oshiriladi. Shunday qilib aprel oyidan boshlab uning pensiyasi 200 so'm plus 49000 so'm so'mni tashkil etadi. Bu kabi maqsadli oshirishlar pensionerlarning hayot sifatini yaxshilashga bevosita yordam beradi. Kimki minimal pensiya oluvchilar toifasiga kirsa yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj deb e'tirof etilgan bo'lsa, ularning pensiyalariga har chorakda ushbu qo'shimcha ko'paytirishlar qo'llaniladi. Uchinchi oshirish, uzoq muddatli mehnat staji uchun bonus. Bu yangi mexanizm bo'lib, uzoq yillar davomida fidokorona mehnat qilgan fuqarolarimizni rag'batlantirishga qaratilgan. Agarda sizning mehnat stajingiz ayollar uchun 35 yil, erkaklar uchun 40 yildan ortiq bo'lsa, siz ushbu bonusga ega bo'lasiz. Ushbu bonus miqdori har yili tasdiqlanadigan bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan foizlarda belgilanadi va har chorakda pensiya bilan birga to'lanadi. Bu bonus umumiy pensiya indeksatsiyasi va minimal pensiya oshirishidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Misol, Farg'ona viloyatining Margilon shahrida yashovchi 72 yoshli Dilbar opa 95 yilda pensiyaga chiqqan. Uning umumiy mehnat staji 40 yilni tashkil etadi. Bu esa ayollar uchun belgilangan 35 yillik me'yordan ancha yuqori. Dilbar opaning hozirgi pensiyasi 2.100.000 so'm. Umumiy indeksatsiya va boshqa oshirishlar bilan birga unga har chorakda uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha bonus ham to'lanadi. Aytaylik, joriya chorak uchun uzoq muddatli mehnat staji bonusi bazaviy hisoblash miqdorining 15% miqdorida belgilandi. Agar BHM 340,000 so'm bo'lsa, Dilbar opa 340,000 so'm 15% R15,000 so'm qo'shimcha bonus oladi. Bu bonus uning pensiya to'lovlariga har chorakda qo'shib boriladi. Bu ayniqsa uzoq yillar xalq iqtisodiyotligining turli sohalarida mehnat qilgan insonlar uchun juda adolatli va muhim qo'llab-quvvatlashdir. Kimki uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lsa, ushbu bonus avtomatik tarzda pensiyalariga qo'shib beriladi, qo'shimcha arizalar talab qilinmaydi. 4-chi oshirish, mahalliy sharoitlar va ijtimoiy ahvolga qarab maxsus tuzatishlar. Bu yangi va individual yondashuvni talab qiluvchi oshirish turidir. Mahalliy hokimiyat organlari va fuqarolar yig'inlari, mahalla qo'mitalari tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar va tahlillar asosida ayrim hududlardagi yashash sharoitlari naqadar tunakittik alohida pensionerlarning og'ir ijtimoiy ahvoli inobatga olinib, ularning pensiyalariga maxsus tuzatishlar kiritilishi mumkin. Bu odatda favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar oqibatlari yoki ma'lum bir hududda hayot darajasining keskin o'zgarishi kabi holatlarda qo'llaniladi. Bu tizim yanada moslashuvchan bo'lib, mahalliy ehtiyojlarga tezkor javob berish imkonini beradi. Misol, Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi
75 yoshli Bobur bobo 2010 yilda pensiyaga chiqqan. Ma'lumki, bu hududda bundan bir necha yil avval suv toshqini kuzatilgan edi. Hukumat tomonidan qilingan yordamga qaramay, ba'zi pensionerlarning turmush sharoiti hali ham to'liq tiklanmagan. Mahalliy fuqarolar yig'ini va hokimiyat organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar natijasida Sardoba tumani va unga o'xshash hududlardagi og'ir ijtimoiy ahvolga tushgan pensionerlar uchun har chorakda pensiyaning 10% miqdorida maxsus qo'shimcha to'lov ajratish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bobur boboning hozirgi pensiyasi 1,700,000 so'm bo'lsa, ushbu maxsus tuzatish tufayli uning pensiyasiga har chorakda 1,700,000 so'm tushin 3%. So'g'im pattet sendam shiladi chilo littalitin. Bu tuzatishlar doimiy bo'lmasligi mumkin. Ular ma'lum bir muddatga yoki muayyan sharoitlar bartaraf etilgunga qadar amal qilishi mumkin. Bu kabi holatlarda fuqaro mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla qo'mitasiga murojaat qilishi va o'z ahvolini tushuntirishi talab etilishi mumkin. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, bu to'rtta oshirish bir-birini to'ldiruvchi va turli ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan mexanizmlar majmuidir. Siz 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, demak siz ushbu dastur doirasiga kirasiz. Tashvishlanishga hojat yo'q. Aksincha, bu sizning pensiyangizni yanada barqaror va adolatli qilish uchun yaratilgan imkoniyat. Kimki minimal pensiya olmasa va uzoq stajga ega bo'lmasa, u holda faqat birinchi umumiy indeksatsiyadan foydalanadi. Lekin bu ham kam emas, chunki u har chorakda amalga oshiriladi. Endi esa ushbu yangi tizimda duh kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Chunki har qanday yangi tizimda o'ziga xusus murakkabliklar bo'lishi tabiiy. Birinchi istisno ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqandan so'ng ham mehnat faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ya'ni ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ba'zi oshirishlar sizga boshqacha tartibda qo'llanilishi mumkin. Masalan, umumiy indeksatsiya sizga to'liq qo'llaniladi. Ammo uzoq muddatli mehnat staji uchun bonus yoki minimal pensiyalar uchun maqsadli ko'paytirish. Agar sizning daromadingiz pensiya va ish haqqi yig'indisi ma'lum bir chegaradan oshsa, cheklanishi mumkin. Bu davlat budjeti mablag'larini samarali taqsimlash va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida qilingan. Ba'zi hollarda agar sizning ish haqingiz sezilarli darajada yuqori bo'lsa, maxsus tuzatishlar ham sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Bu yerda asosiy tamoyil shundaki, davlat yordami eng muhtojlarga ustuvor beriladi. Shuning uchun agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Ularda sizning ish haqingiz va pensiya miqdoringiz bo'yicha to'liq ma'lumot mavjud bo'ladi va ular sizga qaysi turdagi oshirishlar to'liq, qaysi biri qisman qo'llanilishini aniq tushuntirib berishadi. Ikkinchi qaltis jihat, hujjatlardagi nomuvofiqliklar va stajni tasdiqlash. Pensiyaning har qanday oshishi, ayniqsa uzoq muddatli mehnat staji uchun bonus yoki maxsus tuzatishlar sizning mehnat stajingiz to'g'ri hisoblanganiga va shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida aniq aks etganiga bog'liq. Ba'zan eski hujjatlarda, masalan mehnat daftarchalarida qisqa to'lar, yozuvlardagi nomuvofiqliklar yoki ba'zi davrlar uchun stajning to'liq aks etmaganligi sababli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizda mehnat stajingiz bo'yicha shubhalar bo'lsa yoki pensiya gizni noto'g'ri hisoblagan deb hisoblasangiz, darhol murojaat qilishingiz kerak. Va ayniqsa uzoq muddatli mehnat staji uchun bonusni olishda juda muhim. Agar stajingiz to'g'ri hisoblanmagan bo'lsa, siz basata ushbu bonusdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ba'zi hollarda sud orqali stajni tiklashga to'g'ri kelishi ham mumkin. Shuning uchun barcha mehnat hujjatlaringizni sinchiklab ko'rib chiqing va zarur bo'lsa, ularni tartibga keltiring. Uchinchi noaniq nuans.
maksus toifadagi pensiyalar. Harbiy pensiyalar ichki ishlar organlari ksodimlarining pensiyalari va boshqa maxsus xizmat turlari uchun beriladigan pensiyalar o'zining alohida hisoblash tartibiga ega. Ushbu to'rtta oylik oshirish mexanizmi ularga to'liq qo'llanilmasligi yoki alohida qoidalar asosida qo'llanilishi mumkin. Odatda bu turdagi pensiyalar harbiylar yoki huquqni muhofaza qilish organlari uchun belgilangan alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Agar siz ushbu toifaga kiruvchi pensioner bo'lsangiz, o'zingizning tegishli idorangiz, Mudofaa vazirligi, ichki ishlar vazirligi yoki boshqa idoralarning pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qilishingiz va yangi qoidalar sizga qanday taalluqli ekanligini aniqlashtirishingiz shart. Umumiy pensiya jamg'armasi bu masalalarda to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. 4. qaltis jihat mintaqaviy farqlar va aholini ro'yxatga olishdagi o'zgarishlar. 4. turdagi oshirish, ya'ni mahalliy sharoitlar va ijtimoiy ahvolga qarab maxsus tuzatishlar ayniqsa diqqatga sazovordir. Bu oshirishning miqdori va qo'llanilish tartibi har bir hududda turli xil bo'lishi mumkin. Mahalliy hokimiyatlar yoki fuqarolar yig'inlari tomonidan o'tkaziladigan tahlillar natijasiga ko'ra ba'zi tumanlar yoki shaharlar uchun maxsus koeffitsiyentlar belgilanishi mumkin. Bu esa bir tumanda pensiyaning oshishi boshqa tumandagi pensiya oshishidan farq kelishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, agar siz bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, sizning pensiyangizga qo'llaniladigan ushbu maxsus tuzatishlar o'zgarishi mumkin. Bunday holatlarda yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz va ro'yxatdan o'tishingiz muhimdir. Aks holda siz ma'lum bir imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu kabi noaniq nuanslar va istisnolarni bilish sizga jarayonni tushunishda va o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Unutmang, har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha tug'ilganida mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nima yozish kerak? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Pensiya miqdorini doimiy nazorat qiling. Avvalo, sizning pensiya miqdoringizdagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Har oy pensiyangizni olayotganda kvitansiyalarni saqlab qo'ying va miqdor o'zgarishini tekshiring. Agar oshirishlar bo'lmasa yoki miqdor siz kutganingizdan kamroq bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. Pensiya miqdorini aniqlashning eng oson yo'li bu bank kartangizga kelgan SMS xabarlar orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatishdir. Shaxsiy kabinetga kirish uchun elektron raqamli imzoga ega bo'lishingiz yoki davlat xizmatlari markazlarida ro'yxatdan o'tishingiz lozim. 2. Mehnat daftarchangiz va boshqa hujjatlaringizni tekshiring. Agar siz uzoq muddatli mehnat staji uchun bonus olishga haqli ekanligingizni bilsangiz, lekin pensiyangizga bonus qo'shilmayotgan bo'lsa, bu sizning mehnat stajingiz pensiya jamg'armasi bazasida noto'g'ri aks etganidan dalolat berishi mumkin. Mehnat daftarchangizni va boshqa mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ish beruvchi tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotnomalar diqqat bilan ko'rib chiqing. Barcha yozuvlar aniq va o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling. Agar shatolar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ularni tuzatish uchun kerakli choralarni ko'ring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar sizda pensiya oshirishlari bilan bog'liq savollar tug'ilsa, pensiyangiz oshirilmagan yoki noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, birinchi navbatda yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi. Mehnat daftarchasi. Agar staj bo'yicha muammo bo'lsa,
bank hisob varaqi ma'lumotlari agar pensiya to'lovi bilan bog'liq muammo bo'lsa, agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat tibbiy mehnat ekspert komissiyasi sulosasi murojaat kilish tartibi pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada o'zingizning vaziyatingizni, ya'ni qaysi turdagi oshirishni olmaganingizni yoki pensiyangiz noto'g'ri hisoblanganini batafsil bayon eting. Arizangizni ikki nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi sodimiga topshirib, ikkinchi nusxasiga kiruvchi hujjat raqamini va sana qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligining tasdiq alakalakam murojaatingiz 15 kun ichida ko'rib chiqilishi va sizga yozma javob berilishi kerak. Fuqarolar yeginlari mahalla qo'mitalariga murojaat qilish. Agar siz 4-turdagi oshirish, ya'ni mahalliy sharoitlar va ijtimoiy ahvolga qarab maxsus tuzatishlar bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mahallangizdagi fuqarolar yiginiga murojaat qiling. Ular sizning ijtimoiy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli tavsiyanomalar bilan pensiya jamg'armasiga yoki mahalliy hokimiyatga murojaat qilishlari mumkin. Bu ayniqsa og'ir turmush sharoitida yashovchilar, boquvchisini yo'qotganlar yoki sog'ligi yomonlashganlar uchun muhim. Mahalla raisi yoki uning o'rinbosari sizning arizangizni qabul qilib, o'zining yozma xulosasini berishi lozim. Bench davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat. Hozirgi kunda ko'plab pensiya bilan bog'liq xizmatlarni davlat xizmatlari markazlari orqali ham olish mumkin. Ular nafaqat maslahat berishadi, balki sizning arizangizni pensiya jamg'armasiga elektron shaklda yuborishga yordam berishadi. Bu qulay usul bo'lib, sizga qog'ozbozlikdan salos bo'lishga yordam beradi. Davlat xizmatlari markazlari mamlakatimizning har bir tuman va shahrida mavjud. 6. Tegishli vazirlik va idoralarga murojaat. Agar siz pensiya jamg'armasi bo'limidan qoniqarli javob olmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligiga yoki Iqtisodiyot va moliya vazirligiga yozma ravishda murojaat qilishingiz mumkin. Bu yuqori instansiyalar bo'lib, ular sizning murojaatingizni sinchiklab o'rganib chiqib, qonun doirasida choralar ko'rishlari shart. Siz hatto prezidentning virtual qabul kutubxonasiga yoki salq qabul kutubxonalariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bugun biz 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan barcha fuqarolarimiz uchun joriy etilayotgan 4 oylik pensiya oshirish mexanizmi haqida batafsil gaplashdik. Bu juda muhim o'zgarish bo'lib, sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashga qaratilgan umumiy indeksatsiya, minimal pensiyalarni maqsadli oshirish, uzoq muddatli mehnat staji uchun bonus va mahalliy sharoitlarga qarab maxsus tuzatishlar ki bularning barchasi sizning hayotingizni yakshaylash uchun xizmat qiladi. O'z huquqlaringizni biling, hujjatlaringizni tartibga soling va shubha tug'ilganida tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat o'z fuqarolari haqida qayg'uradi va bu yangi tizim buning yaqqol isbotidir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim ma'lumotlarni doimiy ravishda berib boramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sayr salomat bo'ling.